Agar siz pensiyaga chiqishga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, ota-onangizning pensiyasi to'g'ri hisoblanganmi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, yoki shunchaki bugun ishlab turgan davringizda kelajakda qancha pensiya olishingiz mumkinligini bilmoqchi bo'lsangiz, bu mavzu siz uchun juda muhim. Chunki pensiya miqdoridagi kichkina xato ham oyma-oy pul yo'qotishga olib keladi. Bir oyda 100 ming so'm kam hisoblangan bo'lsa, bir yilda 1 million 200 ming so'm, 5 yilda esa 6 million so'm farq qiladi. Shuning uchun men bugun sizga pensiya miqdorini onlayn qanday tekshirishni, qaysi ma'lumotlarga e'tibor berishni, qayerda xato chiqishi mumkinligini va xato topsangiz nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim jihat shuki, ko'pchilik faqat pensiya tayinlangandan keyin tekshiradi. Lekin aslida xatolarni oldindan ko'rish va tuzatish ancha oson. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot faqat bugungi pensionerlarga emas, ertaga pensiyaga chiqadigan har bir ishlayotgan odamga tegishli. Avvallari odam pensiyasi haqida ma'lumot olish uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borish kerak edi. Ertalabdan navbat, hujjat ko'tarib yurish, ariza yozish, ba'zan bir nechta joyga qatnash. Eski mehnat daftarchasidagi yozuvlarni ko'rsatish, tashkilotlardan ma'lumotnoma olish kerak bo'lardi. Ayniqsa, odam bir necha joyda ishlagan bo'lsa, korxona yopilgan bo'lsa, arxivga topshirilgan bo'lsa yoki ish haqi haqidagi ma'lumotlar elektron bazada bo'lmasa, pensiya hisobida chalkashliklar ko'p uchrardi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Davlat xizmatlari elektronlashyapti. My.gov.uz pensiya jamg'armasining elektron xizmatlari One ID orqali kirish, ayrim ma'lumotlarni masofadan olish imkoniyati paydo bo'ldi. Ya'ni siz uydan chiqmasdan turib pensiyangiz tayinlanganmi? Qancha miqdorda to'lanayotganini, ayrim holatlarda pensiya hisob-kitobiga tegishli ma'lumotlarni, ish staji va badallar bilan bog'liq holatlarni tekshirish imkoniga egasiz. Lekin mana shu yerda juda muhim nuqta bor. Onlayn tizim sizga ko'rinadigan ma'lumotni beradi. Ammo hamma ma'lumot avtomatik ravishda to'g'ri degani emas. Agar eski ish joyingiz bo'yicha ma'lumot bazaga kiritilmagan bo'lsa, agar ish haqini to'g'ri aks etgan bo'lsa, agar ism, familiya, JSSHIR, pasport, mehnat daftarchasi yoki arxiv hujjatlarida nomuvofiqlik bo'lsa, pensiya miqdori ham noto'g'ri chiqishi mumkin. Shuning uchun onlayn tekshirishning maqsadi faqat qancha pul tushyaptini ko'rish emas. Maqsad hisob-kitob o'rtada turgan ma'lumotlar to'g'riligini nazorat qilish. Men amaliyotda 3 ta toifadagi odamlarga pensiya ma'lumotlarini albatta tekshirishni tavsiya qilaman. Birinchi toifa pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar. Masalan, erkak kishi 60 yoshga, ayol kishi 55 yoshga yaqinlashayotgan bo'lsa, oxirgi 1 yilni kutib o'tirmasdan kamida 2-3 yil oldin hujjatlarni tartibga solish kerak. Chunki biror ish joyi bo'yicha staj tasdiqlanmasa, uni topish, arxivdan olish, sobiq korxona hujjatlarini izlash vaqt oladi. Ikkinchi toifa hozir pensiya olib turganlar. Ko'pchilik pensiya tayinlandi, demak hammasi to'g'ri deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya tayinlanganidan keyin ham qayta hisoblash, qo'shimcha hujjat topshirish, staj yoki ish haqi bo'yicha aniqlik kiritish mumkin bo'lgan holatlar uchraydi. Agar odam bir paytlar yuqori maosh olgan davrini tasdiqlovchi ma'lumotnoma topib bersa yoki stajga kirmay qolgan davr tasdiqlansa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Uchinchi toifa rasmiy ishlayotgan, lekin hali yosh bo'lgan odamlar. Masalan, 35 yoshdagi fuqaro pensiya hali uzoq deb befarq bo'lmasligi kerak. Chunki bugun sizga ish haqi konvertda berilsa, rasmiy maoshingiz past ko'rsatilsa yoki umuman mehnat shartnomasisiz ishlayotgan bo'lsangiz, kelajakdagi pensiyangizga ta'sir qiladi. Siz hozir cheksiz million so'm topayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin rasmiy maosh 20 million so'm ko'rsatilsa, tizim aynan rasmiy ma'lumotni ko'radi. Keyin pensiya hisoblanganda men aslida ko'proq olganman deyishning o'zi yetarli bo'lmaydi, hujjat kerak bo'ladi. Endi aniq misol ko'raylik. Tasavvur qiling, Bahodir aka 61 yoshda pensiyaga chiqqan. Unga oyiga 1 million 1,5 ming so'm pensiya tayinlangan. U onlayn tekshiruvda o'z ma'lumotlariga qaraydi va staj 24 yil deb ko'rsatilganini ko'radi. Lekin Bahodir aka 1985 yildan 2015 yilgacha turli korxonalarda ishlagan. Ya'ni umumiy staji 30 yilga yaqin. Farq qayerda? Ma'lum bo'lishicha 2009 yillarda ishlagan korxonasi keyinchalik yopilgan. Hujjatlar arxivga topshirilgan, lekin ma'lumot pensiya hisobiga kirmagan. Agar u arxivdan ma'lumot olib kelsa, staji oshadi va pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin.
Yana bir misol. Dilbar opa 56 yoshda pensiyaga chiqqan. Unga 1 million 300 ming so'm atrofida pensiya tayinlangan. U avval maktabda. Keyin poliklinikada ishlagan. Onlayn ma'lumotda staj yillari to'g'ri ko'ringan. Ammo ish haqi bo'yicha eng yuqori davrlar aks etmagan. Nega? Chunki eski davrdagi ish haqi ma'lumotlari to'liq kiritilmagan yoki ma'lumotnomada xatolik bo'lgan. Agar Dilbar opa ish haqi haqidagi arxiv ma'lumotnomasini topib, pensiya jamg'armasiga taqdim etsa, pensiyasi ko'tarilishi ehtimoli bor. Har doim ham katta farq chiqmaydi, lekin ayrim hollarda oyga 300 ming so'mgacha farq bo'lishi mumkin. Uchinchi misol yoshroq odamlar uchun. Sardor 38 yoshda qurilish sohasida ishlaydi. Qo'liga oyga 7 million so'm oladi. Lekin rasmiy shartnomada eng kamga yaqin maosh ko'rsatilgan. U onlayn tizim orqali mehnat faoliyati yoki ijtimoiy to'lovlarga oid ma'lumotlarni tekshirsa, rasmiy ko'rsatkichlar juda pastligini ko'radi. Bu nimani anglatadi? Bugun u kredit olayotganda ham qiynalishi mumkin. Kelajakda pensiya hisobida ham zarar ko'rishi mumkin. Shuning uchun onlayn tekshirish faqat pensionerlar uchun emas, balki rasmiy mehnat huquqlarini himoya qilish uchun ham kerak. Endi pensiya miqdorini onlayn tekshirishda eng asosiy tushunchalarni bilib oling. Birinchisi, JSHR. Bu sizning shaxsiy identifikatsiya raqamingiz, odatda pasport yoki ID kartada bo'ladi. Ko'p elektron xizmatlar aynan shu raqam orqali ma'lumotni topadi. Ikkinchisi, One ID. Bu yagona identifikatsiya tizimi bo'lib, davlat xizmatlariga kirishda ishlatiladi. Agar sizda One ID akkaunt bo'lmasa, uni ro'yxatdan o'tkazish kerak bo'ladi. Uchinchisi, elektron raqamli imzo, ya'ni eri. Ba'zi xizmatlarda oddiy One ID yetarli bo'ladi. Ba'zilarda esa eri talab qilinishi mumkin. To'rtinchisi, telefon raqami. U sizning nomingizda bo'lgani yaxshi, chunki tasdiqlash kodi SMS orqali keladi. Endi eng ko'p uchraydigan xatolarni tushuntiraman. Birinchi xato, onlayn ko'rinmasa, demak yo'q deb o'ylash. Yo'q. Bu har doim ham to'g'ri emas. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillarning boshidagi ish faoliyati, eski korxonalar, kolxoz sovxoz davri, harbiy xizmat, dekret ta'tili, o'qish davri kabi masalalarda ma'lumot bazada to'liq aks etmasligi mumkin. Bunday vaziyatda qog'oz hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari, mehnat daftarchasi juda muhim bo'lib qoladi. Ikkinchi xato, ism familiya o'zgarishiga e'tibor bermaslik. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqach familiyasini o'zgartirgan bo'lsa, eski mehnat daftarchasida bir familiya, pasportda boshqa familiya bo'lishi mumkin. Bu normal holat. Lekin tasdiqlovchi hujjat, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Aks holda tizim yoki mutaxassis bu bir odam ekanini hujjat bilan bog'lashga qiynaladi. Uchinchi xato ish staji bilan sug'urta badallari tushunchasini aralashtirish. Odam men 30 yil ishlaganman deydi, lekin barcha yillar pensiya hisobida bir xil rol o'ynamasligi mumkin. Qaysi davrda rasmiy ishlagan, qaysi davrda to'lovlar amalga oshirilgan, qaysi davr imtiyozli stajga kiradi, qaysi davr oddiy staj sifatida hisoblanadi, bularni alohida ko'rish kerak. Masalan, bir kishi 5 yil chet elda ishlagan bo'lishi mumkin. Agar bu faoliyat O'zbekiston tizimida rasmiy tasdiqlanmagan bo'lsa yoki tegishli xalqaro kelishuv va hujjatlar bo'lmasa, uni pensiya hisobiga kiritish masalasi alohida ko'rib chiqiladi. To'rtinchi xato, pensiya kalkulyatorni yakuniy qaror deb qabul qilish. Ayrim portallarda taxminiy pensiya hisoblash xizmatlari bo'lishi mumkin. Kalkulyator sizga yo'nalish beradi, lekin u rasmiy tayinlangan pensiya qarorini almashtirmaydi. Masalan, siz maoshni o'zingiz kiritasiz, stajni o'zingiz yozasiz, lekin biror davr tasdiqlanmasa yoki imtiyozlar boshqacha qo'llansa, real natija farq qiladi. Shuning uchun kalkulyator, taxmin rasmiy ma'lumot esa pensiya jamg'armasi tomonidan hujjatlar asosida aniqlanadi. 5-xato, faqat bank kartasiga tushgan pulga qarab xulosa qilish. Kartaga tushgan summa pensiya miqdorining o'zi bo'lishi mumkin, lekin ayrim hollarda qarzdorlik, ushlab qolish, oldingi oy uchun qo'shimcha to'lov, qayta hisoblash summasi yoki boshqa to'lovlar aralash kelishi mumkin. Shuning uchun siz aynan tayinlangan pensiya miqdori, to'lov davri va agar mavjud bo'lsa, qo'shimcha to'lovlarni alohida ko'rishingiz kerak. 6-muolaja, ishlovchi pensionerlar. Agar pensioner rasmiy ishlayotgan bo'lsa, pensiya to'lanishi, qayta hisoblash tartibi, ayrim qo'shimchalar masalasi qonunchilikdagi amaldagi qoidalarga bog'liq bo'ladi. Men har doim shuni aytaman. Sizning holatingizda qo'shnimga shunaqa bo'lgan degan gap yetarli emas. Chunki qo'shningizning staji, yoshi, pensiya turi, nogironlik guruhi, ish joyi, imtiyozi,
Hatto hujjatlar holati boshqacha bo'lishi mumkin. Onlayn tekshiruvdan keyin shubha bo'lsa, rasmiy so'rov yuborish eng to'g'ri yo'l. 7-muolaja pensiyaning turi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa yoki boshqa to'lovlar bir-biridan farq qiladi. Odamlar ko'pincha hammasini pensiya deb ataydi. Lekin hisoblash usuli va hujjat talabi boshqa-boshqa. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida marhumning staji va huquqiy maqomi muhim bo'lsa, nogironlik pensiyasida tibbiy mehnat ekspertizasi yoki tegishli tibbiy xulosa asosiy o'rin tutadi. Shuning uchun onlayn tekshirayotganda aynan qaysi turdagi to'lov ko'rsatilayotganini ham ko'ring. Endi eng muhim amaliy qismga o'tamiz. Men sizga umumiy tartibni bosqichma-bosqich aytaman. Tizimlar va xizmat nomlari vaqti bilan yangilanishi mumkin, lekin asosiy mantiq o'zgarmaydi. Shaxsni tasdiqlaysiz, tegishli davlat xizmatiga kirasiz, pensiya yoki ijtimoiy to'lovlarga oid ma'lumotni ko'rasiz. Shubha bo'lsa, elektron murojaat yuborasiz. Birinchi qadam hujjatlarni tayyorlab oling. Sizga ID karta yoki pasport, JSHR, telefon raqam, agar kerak bo'lsa kaliti. Pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Agar siz ota-onangiz uchun tekshirayotgan bo'lsangiz, ularning roziligi, telefon raqami va shaxsiy ma'lumotlari kerak bo'ladi. Begona odamning ma'lumoti ruxsatsiz tekshirish mumkin emas. Bu shaxsiy ma'lumot hisoblanadi. Ikkinchi qadam. MyOpus portaliga kiring. Brauzerda MyOpus manzilini yozasiz. Iloji bo'lsa faqat rasmiy saytga kiring. Telegramdagi noma'lum havolalar yoki pensiyangizni tekshirib beramiz degan shubhali saytlarga pasport ma'lumotlaringizni kiritmang. Firibgarlar aynan pensionerlarni ko'p nishonga oladi. Saytga kirgach, OneID orqali avtorizatsiya qilasiz. Agar OneID bo'lmasa, ro'yxatdan o'tish bo'limiga kirib, telefon raqamingiz, JSHR va boshqa kerakli ma'lumotlarni kiritasiz. SMS kod keladi, uni tasdiqlaysiz. Uchinchi qadam. Xizmatlar bo'limidan pensiya yoki ijtimoiy himoya bilan bog'liq xizmatlarni qidiring. Qidiruv oynasiga pensiya miqdori, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy to'lov kabi so'zlarni yozib ko'ring. Portalda xizmat nomi yangilangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir nechta variant bilan izlang. Maqsadingiz pensiya tayinlanganligi, pensiya miqdori, to'lovlar, staj yoki shaxsiy ma'lumotlarga oid elektron ma'lumotni topish. 4-qadam, shaxsiy kabinetingizdagi ma'lumotlarni diqqat bilan solishtiring. Faqat summa ko'rib chiqib ketmang. Men odamlarga doim bitta daftar ochib, quyidagilarni yozib olishni maslahat beraman. Ko'rsatilgan pensiya miqdori, pensiya turi, tayinlangan sana, to'lov davri, staj yillari, agar ko'rsatilsa hisobga olingan ish haqi davrlari, qo'shimcha to'lovlar yoki ustamalar. Keyin bularni o'zingizdagi qog'oz hujjatlar bilan solishtiring. 5-qadam. Agar pensioner bo'lsangiz, bank kartasiga tushayotgan summa bilan rasmiy ko'rsatilgan summani solishtiring. Masalan, tizimda 20.600.000 so'm ko'rsatilgan, kartaga esa 20.500.000 so'm tushyapti. Darhol vahima qilmang. Lekin sababini aniqlang. Balki oldingi qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish bordir. Balki to'lov davri to'liq oy emasdir. Balki bank komissiyasi yoki boshqa holat emas. Balki haqiqiy xato bo'lishi ham mumkin. Buni aniqlash uchun rasmiy izoh so'rash kerak. 6-qadam, agar ma'lumotda xato ko'rsangiz, skrinshot qiling va hujjatlarni yig'ing. Masalan, staj 22 yil ko'rsatilgan. Sizda mehnat daftarchasida 28 yil bor. Shunda mehnat daftarchasining tegishli sayfalari, ishga qabul qilish va bo'shatish yozuvlari, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, familiya o'zgargan bo'lsa nikoh guvohnomasi, harbiy xizmat bo'lsa harbiy bilet nusxasini tayyorlang. 7-qadam, elektron murojaat yuboring. MyBankAkib.uz orqali yoki tegishli tashkilotning rasmiy murojaat kanallari orqali pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Murojaatni hissiyot bilan emas, aniq faktlar bilan yozing. Masalan, menga yoshga doir pensiya tayinlangan. Shaxsiy kabinetda umumiy ish stajim 24 yil deb ko'rsatilgan. Menda mavjud mehnat daftarchasi va arxiv ma'lumotnomasiga ko'ra 1994 yil 11 martdan 2000 yil 20 avgustgacha bo'lgan davr ham ish stajiga kiritilishi kerak deb hisoblayman. Ushbu davr pensiya hisob kitobida inobatga olingan-olinmaganini tekshirib berishingizni va zarur bo'lsa pensiya miqdorini qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Mana shunday yozilsa, mutaxassisga masalani ko'rish oson bo'ladi. 8-qadam, kutilma javobni tekshiring.
Davlat organlari murojaatlariga belgilangan tartibda javob beradi. Javob kelgach, faqat rad etildi yoki qanoatlantirildi degan joyini o'qib qo'ymang. Sababini o'qing. Agar hujjat yetishmasa, qaysi hujjat kerakligi yozilgan bo'ladi. Agar davr stajga kiritilmagan bo'lsa, nima sababdan kiritilmagani ko'rsatiladi. Agar qayta hisoblangan bo'lsa, qaysi sanadan boshlab qayta hisoblanganiga e'tibor bering. 9-qadam. Zarur bo'lsa, tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Men onlayn xizmatlarni juda foydali deb bilaman, lekin ayrim murakkab holatlarda jonli muloqot kerak bo'ladi. Ayniqsa, arxiv hujjatlari. Eski mehnat daftarchasidagi noaniq yozuvlar muhr o'qilmasligi, korxona nomi o'zgargani sud orqali tasdiqlash kerak bo'ladigan holatlar bo'lsa, mutaxassis bilan ko'rishish foydali. Borganingizda barcha hujjatlarning asl nusxasi va ko'chirmalarini olib boring. Hujjat topshirsangiz, qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxatni so'rang. 10-qadam. Hujjatlaringizni doimiy tartibda saqlang. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi hujjatlari, nikoh yoki familiya o'zgarishi guvohnomalari, harbiy xizmat hujjatlari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, bularni alohida papkada saqlang. Hozir hamma narsa elektronlashayotgan bo'lsa-da, eski davrlar uchun qog'oz hujjatlarning ahamiyati hali ham katta. Yana bir amaliy maslahat, agar siz hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz, har yil kamida bir marta rasmiy mehnat ma'lumotlaringizni tekshiring. Ish beruvchingiz sizni rasmiylashtirganmi? Maosh qanday ko'rsatilgan? Mehnat shartnomasi bor yo'qligi? Elektron mehnat daftarchasida yozuvlar to'g'rimi? Bularni nazorat qiling. Bugun e'tiborsizlik qilsangiz, 20 yil keyin hujjat izlab qiynalishingiz mumkin. Xavfsizlik bo'yicha alohida ogohlantiraman. Hech kimga 10 ID parolingizni, SMS kodingizni, e-kalitingiz parolini bermang. Pensiyangizni oshirib beramiz. Kartangizga qo'shimcha pul tushiramiz. Davlatdan kompensatsiya chiqdi degan notanish qo'ng'iroqlarga ishonmang. Davlat xizmatlari uchun rasmiy portal va rasmiy bo'limlardan foydalaning. Agar kimdir sizdan karta raqami, SMS kod, pasport rasmi, faylini so'rasa, bu juda xavfli signal. Bugun men sizga pensiya miqdorini onlayn tekshirish faqat bir tugmani bosib summani ko'rish emasligini tushuntirdim. Eng muhimi shaxsiy ma'lumotlar, ish staji, ish haqi davrlari, pensiya turi va to'lovlar to'g'ri aks etganini nazorat qilish. Agar hammasi joyida bo'lsa, xotirjam bo'lasiz. Agar xato topsangiz, vaqtida hujjat yig'ib, elektron murojaat yuborib, pensiyani qayta ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Men sizga hozirning o'zida May Bangahakov uz orqali shaxsiy kabinetingizga kirib ko'rishni, ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam berishni, hujjatlarni tartibga solishni tavsiya qilaman. Agar sizda pensiya hisobida xato chiqqan bo'lsa yoki onlayn tekshirishda qiyinchilikka duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegishi uchun videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Pensiya masalasida befarq bo'lmang, chunki bu har bir oilaning real daromadiga bevosita ta'sir qiladi.